xullas qarang. Narsa bo'pti, qaysi chorakka tegishli. Ya'ni bu nima degani? Mana bu alfani o'rniga shunaqangi graduslarni tanlashimiz kerak. Ko'paytirgan paytimiz javob nima bo'lishi kerak? 0 dan ya'ni plusli javob chiqishi kerak demoqchimi? Ya'ni shoshmay turing. Именно 0 mana bu nuqtalarni tanlamaylar, o'zingizlarni qiynab 0, 180 qiyin bo'lib ketadi. Orasidagi graduslarni tanlaymiz. Hop, misol uchun sinusga qarang. Sinus birinchi chorakda. Mana birinchi chorak sinus. Birinchi chorakda ishorasi nima? Plus. Hop. Hozircha birinchi chorak bor, to'g'rimi? Ishorasi nima ekan? Plus. Hop, kosinus birinchi chorakda ishorasi plus. Plusga plus ko'paytirsam nima chiqadi? To'g'ri keladimi? Qaysi chorak bo'ldi hozir bu? Birinchi chorak. Tushundinglar? Savollar bor? Keyingisi. Yo'q o'taman, ikkinchi chorakga o'taman. Bu yerda sinus ishorasi nima bo'ladi? Hop, mana minus tanlayman. Yo'q. Sinus pastdagi sinus ishorasi nima turibdi? Yo'q, to'g'rimi? Kosinus ishorasi chap tarafda ikkinchisi nima turibdi? Hop, plusni minusga ko'paytirsam nima chiqadi? 0 dan katta bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Hatto chorak ham kerak emas bizga. Bo'pti, yozib ketaylik. Biz chapdan qaytamiz. Chap tomondan olishamiz. Tamam. Bir chekkadan har bittasini shu chorakini olib, qo'chini tekshirib ketamizda. Tushundingizmi? Qara. Keyingisi. Hozir 3-chorakga keldikmi? 3-chorakga. Sinus 3-chorakda. Ishorasi nima turibdi? Olib kelib yozaman hozir. Minus ko'paygan. Kosinuschi? Minusga minus ko'paytirsam nima chiqadi? Plus. Plus kattami 0 dan? To'g'ri kelar ekan. Qaysi chorak bu? 3-chorak. Hozircha ikkitasi to'g'ri kelyapti. Va oxirgisi. 4-chorakga kelaman. Sinus 4-chorakda. Minus turibdi, to'g'rimi? Kosinuschi? Plusga minus ko'paytirsam minusmi? To'g'ri keladimi? Yo'q, 4-chorak chiqib ketar ekan. X topamiz. Shuni qaysi ekan? 1 va 3. Bular o'rniga sanab qo'ysa bo'ladi. Alfani o'rniga. Gradus tanlasada. O'sha gradus. Hisoblab o'tirish kerak gradus tanlasada. Qiyin bo'ladi. Undan ko'ra shuni ishorasini nima qilishadi bo'ladi. Yo'q, mana shunaqa yo'l bilan ishlasa bo'ladi. Chiqadi. O'zi shunaqa misollar kelgan. So'rayotgan. Mana 13. Gradus bilan ishlaymiz hozir. Hop, 1 yoki 1 va 1 yoki 3 deb qo'yibdi. Tushundinglarmi? Xo'p, 13. Quyidagi sonlardan qaysi biri musbat? Musbat degani javobi plusli chiqishi kerak degan. Hop, mana bu kelaman qarang. Kosinus 320 gradusda. Ishorasi kosinus 320 degan qarang. Birinchi mana bu yerda gradus topib oling, qani qaysi biri? Bu qaysi biri ekan? 320 degan mana bu yerda 360 mi? Bitta ayolkasi 360 mi? 320 ozgina ortga qaytadimi? Bu yerda kosinus ishorasiga boraman. Kosinus kerak menga. Kosinus mana bu nima turibdi? Yana tepada nima bo'ladi? Plus. Sinus 217 birinchi 217 degan gradusni topib olaman asosiy aylanadan. Mana bu yergacha 270 mi? 217 orqaroqdan hop sinusni 3-choragiga boraman. Mana bu narsa minus turibdi. Plusni minusga bo'lsak, bizga musbat chiqsin dedi. To'g'ri keladimi? Yo'q, chiqib ketdi bittasi. Tushundinglar? Bu variantlarmi? Ha, variantlar berilganda qaysilari musbat bo'ldi? Qaysi biri pozitiv bo'lmoqchi? Hop, katangizga keladigan bo'lsak, katangizni yozib olaman. Katangiz nima edi o'zi? Kosinus 187 bo'lingan sinus. Tushundinglarmi? Va bo'lingan katangizni ham yozib olaylik. Sinus 340. Bu boya yozgan formulangiz to'g'rimi? Ha, bo'lgan narsani. Katangiz alfani o'zi turgan bo'lsa, kosinus bo'lingan sinus edi. Qanday topish uchunmi? Mana bu. Nasib chektirib bo'ladi. Sana bir xil bo'ladimi shunda? Mana narsani yozdim. Katangiz alfa. Tenglik kosinus alfa bo'lingan nimaga? To'g'ri? Soni bir xil bo'ladimi? Bir xil bo'ladi, bir xil bo'ladi. Turist joyi o'zgaradi. Faqat joy o'zgaradi. Xo'p, katangiz alfani deb yozilgan. Kosinus sinus bo'ladi. 187 ikkalasiga nosib qo'yasizlar. Endi pastdagisi. Tangenski sinus taqsim edi. Kosinus birinchi tepasini hisoblab olaylik. Qarang, kosinus 187. Aylanadan 187 ni topib olaman. Bunga sразу borib olmaydi. 187 ga kelaman. Ma'lumotmi? Kosinus kerak menga. Kosinus bu yerda nima turibdi? Xo'p, demak, tepasini bo'lar ekan. Minus. Pastchi taqsim, ham taqsimni qo'yamiz.
Sinus 187. 187 mana bu sal buyoqqa o'tadi. Ishorasimi sinus? Mana. Minusga minus bo'lsa, xo'p, taqsim, tepasi hozir turib turaversin. Sinus 340. 340 degani 360 mi? 340 ozgina orqaga qaytadimi? Bo'lsa sinus ishorasi sinusga keladimi? Nima turibdi? Minus. Xo'p, minus taqsim kosinus 340. Yana shu narsami? Hisoblaydigan bo'lsak, hop, mana bu ikkalasi nima bo'lib ketadi? Bu plyus bo'lib ketadi, to'g'rimi? Bu-chi? Plyusni minusga bo'lsa, javob minus chiqadi. Mana bu yozib qo'ysam bo'ladimi? To'g'ri keladimi? Yo'q, bizga musbat degan. Tushunarli? Xo'p, bu yoqda ham oxirgisida katangiz bor ekan mana. Sinus 185, to'g'rimi? Taqsim kosinus birinchi tepasini hisoblaydi. Sinus 185 degan. 180 kelaman. Pastroqdan 185. Uchinchi chorakga boraman. Sinusdan boraman qarang. Nima turibdi? Kosinus-chi? Yo'q, minus. Taqsim sinus 140 degan. Ma'lumotmi? Ikkinchi chorak. Ikkinchi chorakda sinus. Minusga minus bo'lsam plyusmi? Plyusga plyus bo'lsam to'g'ri keladimi? Tushundilar? Hozircha bitta bor ekan mana buchi. Sen qo'yib qolibdi. Mana yozib olib. Hop, sinus 135 turaversin. Taqsim kosinus 140 taqsim. Tushunarli? Birinchi tepasini hisoblaymiz. Sinus 135 degani qarang. Sinus 135 mana bu tiladan bu yerda sinus ishorasimi ekan? Taqsim kosinus 140 da. İkinci chorak 140 mana o'tadi. Kosinusga boraman. Nima turibdi? Taqsim sinuschi bu yoqda? Hop, bitta minus qatnashdim bo'ldi, javob nima chiqadi? Tushundingmi? Demak, bu ham naqas ekan. To'g'ri. Keyin bizga musbat degan. Bitta 135 olmoqda, sinus 135. Chunki o'zi alohida turibdi, tepada. O'zini yozib qo'ydim. Katangensi Ha, formulasi. katangens formulasi bo'yicha yozdim. O'zi katangensi bor-ku, mana bunaqa jadvalda formulasi bor. Lekin unda esingizda qolmaydi baribir. Formulasi bormi? Mana. Chizib, biz esingizdan chiqib ketadi. Kerak emas bizga bu formula. Shunda qaysi bir vaqtda dar bo'lsa, shunda 24. Quyidagi sonlardan qaysilari irratsional son? Irratsional son degani ildizdan chiqmaydigan sonlar irratsional son hisoblanadi. Tushundingizmi? Ildizdan chiqmaydigan sonlar. Qarang. Agar sizlarga sof davriy kasr kelib qolsa, ya'ni sof degan misol uchun qarang. Mana bu sonlar har doim irratsional hisoblanadi. Ayting, mana 2.4 ketadi, cheksiz bo'ladi. Ya'ni bir xil takrorlansa, bu irratsional son emas. Tushundingizmi? Hozir mana bu yerda 2 bor-ku, 2 ni davom ettirsa bo'ladimi? Qachon ko'ryaptimi? Mana 2 ni. Davom ettirsa bo'ladimi? 2.7 2 cheksiz ketadimi? Demak, bu irratsionalmi? Yo'q. Hozircha bu javobga kiradi. Keyingisi. Hisoblaymiz. Mana 8 2 ni kubimi? To'g'rimi? Kub bilan 2 qisqaradi, kub bilan kub qisqaradi, 2 chiqadimi? 2 ni qo'shsak 4 dan necha chiqadi? To'g'ri keladimi? Irratsional emas-da. Ratsional hisoblanadi. Tushunarli? Xo'p, bu yoqda pi ni qiymati 3.14 midi? 3.14 ayirsak, to'g'ri kelyaptimi? To'g'ri keladi-ku. Sabab to'g'ri keladimi? To'g'ri tamom. Kalmonik. Nimaga? 0 ku? Keladi. Bizdan chiqarsa, imzosi noldan bo'lib chiqadi-ku. Qaranglar, eng qiymati mana bularimiz hozir. Primерно 3.14 midi? Ha, buni davomi ham bormi? 1 2 bir narsalar. Hozir buni ayirsam, bu boshi 0 bo'lib ketadi. Qolgan nima bo'ladi? 0 butun aralash bo'lib ketadimi? Irratsional son. Ratsional son degani. Shunday. Shuni ildizda mana bunaqa sonlar bo'lib ketadi-da. 0 butun 1 2 4 bir narsalar bo'lib ketadi.
Tushundingmi? Bu ham qanaqa son ekan? Irratsional son, ya'ni ildizdan chiqmaydi. Tushundingmi? O'zi ildizdan chiqish degani, misol uchun ildizda 9 bo'lsa nima chiqardi? 3mi? To'g'rimi? Shunda bu chiqmaydi, to'g'rimi? Bu chiqmaydi. Tushunadi. Xullas, ildizdan chiqmaydigan sonlar, mana. Oson eslab qoling, ildizdan chiqmaydigan sonlar qanaqa sonlar ekan? Irratsional sonlar. Ildizdan chiqmaydigan sonlar irratsional sonlar. Oxirgisi sinus pi taqsim 3 degan buni eslab o'tamiz. Hop, pi bu qiymat borda, ildiz ostida 3 taqsim 2 degani keyinlar o'tamiz xudo xolasa. Hop, ildiz osti 3 dan taqriban nima chiqadi? 1/7. Nimalarda, to'g'rimi? Bir butunda davom bor. Taqsim nechi? 2. Hop, bo'ladigan bo'lsa, 0 butun davom bormi buni ham? Bu ham qanaqa son ekan? Irratsional. Tushunarli? Qaysi bilan qaysi bo'ladi tushundingmi? Sirlarga chiqib ketadi. Bular ratsional. Bularga bitishga qo'yish kerak emas. Mana bular shunday irratsional bo'lyapti. Bu ham qanaqa son ekan? Irratsional bo'lsin. S bilan qaysi bo'ladi ekan? Nimaga A irratsional bo'lmadi? Chunki mana bu cheksiz alikasilar bor-ku. Cheksiz bo'lib turgan bo'lsa, har doim o'sha narsa irratsional son hisoblanmaydi. Ratsional bo'ladi. Ha, ratsional bo'ladi. Lekin podkorniya chiqadimi, chiqmaydimi? Yo'q, bunga ishlamaydi. Shart emas bu. Tushundingmi? Bunga qoidadan ishlatmaysizlar, bitta Davriy mashina. kasr bo'lsa, demak ratsional. Ha, xuddi shunaqa. Sof davriy kasr bo'lsa, ratsional bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ammo biz sizda nima podkorniya qildik? Mana bumi? Ijasini. Yo'q, uzr. Sonra sir bilan boshqa yo'q. S bilan dam? Buni qiymat taqriban necha edi? Ping qiymati 3.14. Buni davomi ham bor, to'g'rimi? Men taqriban yozdim. 3.14 aralash narsadan aniq narsani aytsam, javob yana aralash chiqib ketadimi? To'g'rimi? Demak bu qanaqa son ekan? Ratsional. Irratsional, tushundingmi? Aralash. Aralash narsa chiqib ketadi. Mana anaqada Mana qarang. Ildiz ostida mana 0 nega ildiz qo'ydim? Bir narsalar, to'g'rimi? Shunda ildiz chiqarsa bo'ladi, mantiq bilan qo'ydim. yo'q. Aralash. Aylanch. Chiqarsa bo'ladi. Yo'q, men aytdim. Mana. Ha, cheksiz davriy kasrlar, ya'ni sof davriy kasrlar bir xil takrorlandi-yu, ular doim ratsional son hisoblanadi. Yo'q. Irratsional hisoblanmaydi demoqchiman-da. Tushundingizmi? Demak, bu javobga kirmaydi, ya'ni irratsional emas. Tushundingizmi? Irratsional emas. Aslida har xil. Seva har xil bo'lib ketdi. 3, 4, 5, 7, 8. Tushunarli? Demak, bu qanaqa son ekan? Irratsional. Bu irratsional. Hop, sinus pi taqsim 3 degani, sinus pi taqsim 3 degan qiymati bor, u ildiz 3 taqsim 2 ga teng. Har doimmi? Har doim. Pi taqsim. Keyinroq o'tamiz, keyinroq o'tamiz. 3 degani 3 dan taqriban 1.7 nimalardir chiqadi? Taqsim 2. Endi buni bunga bo'lsanglar, 0 nimalardir bo'ladi? Yoki qaranglar, mana shu o'zidan ham ishlab qo'ysanglar bo'ladi. Ildiz 3 dan ildiz chiqadimi? Chiqmaydimi? Bo'ldi, qanaqa son ekan? Irratsional. Bo'ldi. Mana bu ham kerak emas. Javob siz bilan hop, qaranglar, to'xtang. Uyga yozib beraman. Yozib olib, oq to'plamdan birinchi berib. Keyin mana. Izlashlar bo'linglar. Hop, oq to'plamdan qaranglar. 1dan 6gacha. 1dan 6gacha. Keyin 10dan 20gacha. Shu tushuntirganlarim hammasi. Berilishni Ilgamotor. O'zida ilgamotor yana chiqib ko'rasiz. Tushunarli? Ilgamotor. Xo'p, mana to'plamni aytayapman. Xo'p. Masterdan qaranglar, masterdan 4595 dan yozib oling. 4595 dan 4636 gacha. 4636 gacha. Nechidan dedingiz? 4595 dan 4636 gacha. So'roq ishimda. Siz ruschasini bilaman.